شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينات من الهدى والفرقان. İbadətdə usul köp, fəzilətə bay bolğan, məğfirət həm bərəkət, rəhmətlərə liq tolğan, cənnətlər kən içilib, dozaq məhkəm taqilib, yetib gəldi bizlərə xoş mübarək Ramazan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. Yuqorqi oyatlar orqali Alloh taolaning ayollarni husn jamol namoyon qilgan holda sirtqa chiqib yurishdan to'sayotganligi oydinlashgan bo'ladi. Alloh ularga yo'l yo'riq berib, uyinglarda chin o'ltiringlar. Agar sirtqa chiqish zarur bo'lib qolsa, hargizmi jahiliyat davrining qiz ayollaridek chiqib qolmanglar. Yasinib, jabtunib talog'i chiqish jismoniy go'zallikni tar, sho'x va yalang'och kiyimlar orqali namoyon qilish, yo'lda noz karashma bilan mingish islom jamiyatiga tava qiz ayollarning qiladigan ishi emas. Bundaq jahiliyatning odatlari islomda hargiz yo'lliq bo'lmaydi, deydi. Endi Qur'onning ruhi asoslanganda hozirgi jamiyatimizda umlashtirayotgan madaniyat an'anasi jahiliyat an'anasimi yoki islom an'anasimi? Buningga hamma odam qarab baqsa bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eng oxirgi payg'ambar ekanligiga dalil bo'lgan oyat qaysi oyat? Qani ekran oldidagi do'stlarimizdan kim eng tez, eng to'g'ri javob bera oladi?